fikrlasa farzand noto'g'ri yo'ldan ketadi. Ya'ni bu nima degani? Ota-onadan xafa bo'lib meni yaxshi ko'rmaydi, menga u olib bermaydi, buni olib bermaydi deb ana shu yoshligidan ustanovka bo'lib kelib stressga, depressiyaga aylanib noto'g'ri yo'lga kirib ketadi. Yana bu tomoni ham bor. Ya'ni misol uchun ota-onam buni olib bermadi deb emas, ya'ni sog'lom fikrlaydigan farzandlar ham bor. Hozir shu sog'lom fikrlashi uchun yon atrofdagilar ham unga yordam beradi. Ya'ni o'rtoqlarini oilasiga boradi, amakisinikiga boradi. Ana shu oiladagi sog'lom fikrlaydigan ota-onalarni ko'radi, ulardagi bolaga bo'lgan mehrni ko'radi. Ana shu orqali sog'lom fikrlash ham unda vujudga kelishi ham mumkin. Boshqa bolani ko'rganda u stressga tushadi nabarotiga. Nega uni oilasida mehr bor, nega meni oilamda mehr yo'q deydi. Hammada ham emas-da. Lekin aksariyat 80% bolalarda shunaqa ekan, demoqchiman 30% bolalar ham o'zi sog'lom fikrlashni yon atrofdan olib oyoqqa turgan farzandlar ham bor. Bilasizmi, men aytgan bo'lardim, insoniylik qadriyatlari. Har bitta farzandga ota va ona birinchi navbatda albatta o'zini tarbiyalash kerak ota-ona. Ana undan keyin